nasib ro'z aylasin. Bugun albatta Yodgorbek Irodaxonlarning farzandlari Sardorbekni nikoh baxt kechasi. Demak, Dilafruzxon kelinimiz bilan Sardorbek baxtli, saodatli bo'lsin. Qo'shganlar bilan qo'sha qarisin. Kelgusi yillarda o'g'ilmi, qizmi farzandlarga ota-ona bo'lishini yaratgan Alloh nasib ro'z aylasin. Hurmatli azizlar, davramizni ochib olgani mamnuniyat bilan hurmat ehtirom ila O'g'ilchaxon Hojona, ya'ni bugungi nabira kelinlar sizlarga muborak bo'lsin. Ko'rsatganiga yetkazganiga shukr. Bugun har birimizni duolarimiz, tilaklarimiz ijobat bo'lsin. Yoshlarimiz baxtli, saodatli bo'lsin. Hammamizga ham xonadonimizga oq liboslarga burkanib kelin qizlar kirib kelishini, to'paloqlar bilan kuyovto'ralar kirib kelishini yaratgan Alloh nasib ro'z aylasin. Demak, davramizga onalarimiz tashrif buyurishyapti. Onalarimizni hurmat qilgan holatda bularni yoshlarini biz ham ko'raylik deganlar onalarimiz uchta qarsakiylarda ham eslov. Tashakkur. Mana nabira kelinlar muborak bo'lsin. Bugungi yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum ayajon, charchamasdan bozorlarni bosib kelganingizga Allohning nuri xonadoningizga yog'ilsin. Hojona kelin-kuyovlarni, kelgan mehmonlarni duo qilamiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Rahmat hammalaringizga, hamkorlaringiz sog' bo'lsin, bizni hurmat qilib chiqsizlar. Hammani shunaqa yaxshi kunlarga, nevara-chevaralarni uylashga nasib qilsin ilohim. Yakka yoshimiz baxtli bo'lsin, o'g'illigimizga bo'lsin. Hamisha tinchlik bilan o'ynaymiz, yaxshi kunlarda yurish nasib qilsin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Sardorbek o'g'limizni sababchi bo'lgan shu to'yxonamizga tashrif buyurganlar uchun hammalaringga marhabolar deymiz. Opajonim gaplariga hammasiga qo'shilaman. Shular baxt rohatini ko'rish bizga nasib qilsin. Yoshlarimiz qo'sha xalqimizlardan ko'paysin. Ularni farzandlarining to'ylarida yana yonma opajonim birgalikda ko'rish, lovaga ketgan kamonni ko'rish nasib qilsin. Hammamiz sog' salomat bo'laylik. Xush kelibsizlar, salomat bo'ling. Hamma xonadonlarga barakotlar yog'ilsin. Hojona qarangki, sizga mahalla jon buvadir. Atashada O'g'ilchaxon aytsak ko'pchilik tanimaydi-da. Bu bejizbasda, chunki mahallani kaptasiz, duogo'yisiz. Meniki yana bitta narsaki, Yodgorjon bizni qadrdon ukamiz. Mana shu ko'pchilik ichida Yodgorjonni bitta duo qiling. Ilohim, Alloh, Yodgorbekga nomimizda nasib bo'lsin. Qo'shganlar qo'sha qarisin, qo'llariga bosh bo'lsin. Shu qo'llarni orziqasini ko'rish. Men yosham 30 talar chevara nevaralarni ko'rib, ularni to'yini ko'rish nasib bo'lsin. Allohga omonat, hamisha yo'lda ham, ko'rda ham, cho'lda ham Alloh panohida saqlasin. Asha sizni duolaringiz bilan hozir Yodgorjon katta ketib, oltachilik qilib, men to'y qilyapman deyapti-ku, aslida hojonamni pensiyasiga to'y bo'lyapti. Hammani ham onasi bo'lsin, to'ylarda bosh bo'lsin. Bitta guldiroz qarsakiylar, bek murodlar, kuylaylar onalarimiz uchun. Good.
boshing bilan har yerda yolg'iz yurasan. Sağ olun, rahmat. Teşekkür.